Sheindan распаковка chek. Yaxshilab joylasha olinglar, chunki narsalar juda ham ko'p. Kameramni kutib ataylab распаковка chek olmayotgandim. Ну, не только kamerani kutib, Amirchikdan ham bosh olmayotgandim. Mana bunaqa kolgotka. Kiyganda как будто teri ko'rinib turgandek, lekin qalin. Kачествоga baho beramiz. Yaxshi. Mana bunaqa jinsi sapojoklar bilan kiyish uchun высокий посадка olganman, kiyib ko'rishim kerak. Materiali yomon emas. Keyin bizada koftichka. Даже ko'p narsa уже esimdan chiqib ketdi nimaligi. Mana bunaqa koftichka. Вроде menga kichikroq bu. Bunaqa razmer zakaz qilganman. M zakaz qilganman, lekin kichkinaga o'xshyapti. Mayli, kiyib ko'ramiz. Sabrsizlanib ochib qo'yganlarim ham bor, lekin ularni ham joylamaganman sizlarga ko'rsatish uchun. Mana bunaqa koftichka, bordoviy koftichkam yo'q edi как раз. Tadam. Materiali вообще yumshoq, super ekan. Вообще zo'r. Mana buni ham materiali yaxshi ekan. Ochig'ini aytaman, menda ham неудачный покупкаlar bo'lib turadi. Umuman kiysa bo'lmaydigan jinnicha materialli narsalar ham keladi. No, bu menimcha norma, chunki Sheinda narsalar juda ham arzon. Xuddi boyagi shimmi qorasi. Qora shimim yo'q edi как раз. Materiali bir xil. Yaxshi, qaranglar, jinsi mana bunaqa tortilsa yaxshi deyiladi-ku, to'g'rimi? Keyingisi. Nima edi bu? Kurtchka. Voy, buni chiroyliligini rasmdagidan ko'ra chiroyli ekan. Ko'ryaptimi? Mana chiroyli ekan, menga rosa ham yoqdi. Kачествосini qaranglar. Choklarini qaranglar. Qalingina. Mana buni qaranglar. Arzon narsaga o'xshamaydi umuman. Повезло. Keyingisi Koreyada naqa bor, bilasizlarmi? Krossovka yoki sapog ustidan mana bunaqa narsa kiyib olinadi. Oyoqqa, mana buniki. Unda skladkali bo'lib turadi-yu. Shunaqa narsa oldim qiziqib, lekin nima bilan moslab kiyaman bilmayman. 3 xil rang. Keyingisi bizada noski menimcha. Noski 1 2 3 4 5. Qalin emas, materiali taksibi. Lekin kiysa bo'ladi. Bu korobkada nima borligi esimda yo'q. Ochadigan olib kelishim kerak, keyin ochamiz. Keyingisi. Voy. Nima bo'la? O'tgan safar albomni 2 ta jo'natib yuborgandi, lekin unda yana 2 ta olgandim, lekin mana bunaqa narsani men bitta olganman. 2 ta kelibdi. Bu yoqqa korotcham. Qaranglar. Bu yoqdan suxoy salfetka qo'yasizlar-da. Bu yoqdan tortsangiz bo'ladi. Buni men Amirchik xonasiga qo'ymoqchiman. Чтобы подгузник almashtirayotganda leba nimadir holatda salfetka qidirib yurmaslik uchun bu joyga ilib qo'ymoqchiman. Как раз ayiqchalik. Keyingisi bizada sapagi. Kачествосiga qiziqib ketaman, chunki arzon olganman. Vau. Kачествоsi вообще zo'r. Mana qaranglar. Zimniy emas, mexi yo'q ekan, осенний ekan. Zo'r, вообще zo'r. Keyingisi bizada yana oyoq kiyim. Bunisi mana bunaqa o'giga o'xshaydi. Usti ozgincha g'alati, yoqmadi menga usti. Lekin moddasi chiroyli. Kiyganda вообще zo'r turadi bu. И тем более утепленный. Yaxshi. Esladim вроде. Buni ichida menimcha sветильник bo'lish kerak, agar to'g'ri eslagan bo'lsam. Ocholmayapman. Kleyinlab tashlaganmiz qo'shdan tashqari. Da, sветильник. Qaranglar, mana bunaqa devorga ilib qo'yiladi, Amirchikka yaqin joyga. Buni menimcha hozir batareykasi yo'q. Ну, короче, devorga ilib qo'yiladi. Mana bu yerdan tortsa yonadi. Yoki atrofiga, yoki mana bu yerga qanaqadir uzor qilib qo'ysa bo'ladi. Вообще chiroyli, прикольный. Qolgani, по-моему, bu videoga sig'maydi. Ikkinchi videoga o'tinglar.